Ko'pchilik bilaman dik oyakda turib ishlaydi. Ayniqsa bozorchilar deymizmi, harbiy deymizmi, sportchilar deymizmi, hammasidan zo'r bo'lgan bir, ya'ni maslahat berib o'tacakman, ya'ni massaj. Bilaman, siz massaj degan vaqtda siz boshqa narsalarni kallangizga keltirgan bo'lishingiz mumkin. Bu tabiiy, chunki ayrim insonlar massajda turib boshqa ishlar bilan ham shug'ullanib turadi. Lekin men sizlarga oilaviy kelib bemalol massaj oladigan joyni ko'rsatib o'tacakman. Oldindan bir like bosib qo'yamiz aqala, biz ketdik. Ishonch bilan aytaman, Xorazmda yagona bo'lgan foot massajga keldim. Foot massajda oyoqdan tortib beligacha, boshigacha hammasini massaj qiladi ekanlar. Yuqorida aytib o'tganim, oilaviy bemalol kelib, har xatim bemalol massaj ham olib ketsangizda bo'ladi. Ishonmaysizlarmi? Hozir bir chetdan men sizlarga licheniyalarni ko'rsatib o'taman. Bu ko'rib turgan qo'limizdagi narsa licheniya dosh nomlanadi. Ya'ni siz shamollash bo'lan belingizda yoki boshqa bo'lami, shuni chiroyli qilib qo'yadilar. Undan tashqari eng zo'r yoqqa yerini aytdim, ayniqsa ayollar uchun. Ayollar massaj qiladi bu yerda, erkaklar esa erkaklar. O'zingiz tabiiy zakorat. Yurtg'anizinglar bu narsamiz, shuni yotgan vaqtda bu yerda sochini yuvib, masalan, bilasizlar, odamning kallasindagi damonlar, nerv damonlarini shunday massaj qilib qo'yadilar. Bu yerda shunday damonlarsiz o'zingiz uxlayotganingizni bilmay qolasiz. Asosiysi bu yerda hech qanday intim degan narsalar yo'q. Asosiysi hamma narsa halol va ishonchli. Ko'rtog'ingizdek bom teri kasalliklari uchun juda ham yaxshi licheniya. Ko'pchilik aytib turibdi, bu narsadan kasallik yuqadi dedi. Yo'q, bizda uni emas. Misol uchun bu yerga kelasiz, dezinfeksiya qilinadi oyoqlaringiz. Masalan, kasalgan yoki qon chiqib turgan bo'lsa, bu narsa tavsiya etilmaydi. Bunga tushmam o'tirmaydi. Ko'rtog'ingizdek shunday tarzda bu licheniya olasiz va har xil teri kasalliklar boshqasina juda ham yaxshi foydali narsa. Bu xalq tilida doktor baliqda ham aytiladi ekan. Menga eng yaqin yerini aytib o'tayim, birinchi navbatda tozalik ekan va gigiyenaga juda ham katta ahamiyat beradi ekanlar. Men yuqorida aytib o'tganim foot massaj dedim-ku, foot massajda shu yerda o'tirasiz, oyoqlaringizni cho'zib, shu yerda chiroyli qilib massaj qilib beradi ekanlar. Og'alar, bir narsani aytib o'ting. Bilasizmi, bu hayotda ish deymiz, lekin dam olib ham turish kerak. Asosiysi boshqa massajxonadan ajralib turadigan tarafi foot massajimizda har xil turdagi massajlarimiz bor ekan. Foydalanib qoling og'alar, yaqin do'stlaringiz bilan, er-xotin bilan yoki bilaman, opangizni, akangizni baribir oyoq og'riydi. Mehnat qilgandan keyin baribir yosh o'tgandan keyin oyoq og'riydi. Oyoq og'rig'ini inshurda bemalol davolasa bo'ladi. Demak, pastdan nomer qoldiramiz, bemalol telefonsizlar bo'ladi. Har bir xonaning o'zina xos dizayni bor. Misol uchun inshurda siz ham oilaviy kelib, er-xotin bemalol bir bezga qarab massaj olsangizda bo'ladi. Aytib o'tganim, yuqoridagi aytib o'tganimning xordiqni shunday joylarda olsangizlar, hazzatib dam olasizlar. Chunki baribir bu hayotda nodidi mehnat qilib charchagandan keyin imunin xordiga na yetsin deyman. Albatta aytib o'tganimning bemalol kelaverasizlar og'alar, doim sizlar uchun 23:00 gacha ochiq. Ma'zin sizlar tushuntiradigan bo'lsam, Urganch shahri vokzalning Pirkoskasidan vokzal tarafiga o'tmaysiz va Manej tarafga qarab yurishingizda shunday katta tibaskuti foot massajda bemalol kelaverasizlar. Yuqorida aytib o'tganim, oilaviy bemalol er-xotin deysizmi yoki ota-onangiz bilan deysizmi, yaqin do'stlaringiz bilanmi bemalol kelib, bemalol massaj olsangizda bo'ladi. Asosiysi halol massajga na yetsin.